Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudrat Qushchi kanali obunachilari, xush ishqibozlari. Bugungi videomiz Namangan viloyati Namangan shahar Remeke qush bozordamiz. Inshaalloh sizlar uchun bir chekkada mashhur turgan qushlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Bugungi cheslamimiz 2025-yil 5-oktyabr hafta kuniga yakshanba. Har yakshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Bu joy manzil lokatsiyasi Telegram Qudrat Qushchi gruppasi bor. Shu gruppaga yozsangiz tashlab beramiz yoki bo'lmasa Qudrat.uz kanalimiz bor. Shu kanal orqali har bitta borgan bozorlarimizda lokatsiyalar bo'ladi. Bu Telegram kanalda asosan chorvaga ish borilar, chorva yo'nalishidagilarga mol qo'ylar ham chiqadi. Biz ikkinchi kanalimiz Qudrat.uz kanali bor. Unda faqat hayvonlar bo'yicha chorva, qo'y, mollar to'g'risida bo'ladi videolarimiz. Inshaalloh bu kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqazman. Sizlar uchun bir chekkada bozorimiz yoritishda davom etamiz. Boshladim sizlar uchun inshaalloh. Hop, chekkada bilamiz endi mashinalarni oldi tarafdan o'talik, asosan orqa tarafda odam ko'payib, hozir chekkadan bularni endi bilamiz. Ey narxlarni. Egalardan imkon qadar. Shu yetarli, har qanaqa ham bor. Faqat narx-navolarni bilsak bo'ldi. Sayozor kunda qushlar endi sentyabr, oktyabr asosan hozir bolalaydigan mahal. Undan tashqari narxlar nisbatan qimmatlaydi hozir. Va qishga kirib kelish boshlandi, sezoni boshlaydi. Oladigan odam olib qo'ygan maza qilaveradi. Va aynitmaydi, joyingiz issiq bo'lsa bolalayveradigan variantlardan. Hop, boshladik bo'lmasam, hozir bilamiz. Urush qaran ko'rsak mesela. Butun narxlarni egalardan bilamiz endi bir chekkadan. Ko'p ketmaymiz, imkon qadar tez bo'lib ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Narxlarni bitta bilaligimda, o'rta popugay qanchaligini. Hop, eng pasti nech puli, eng tevesi nech pulligini bitta bilaylik. Orasini olib. 120 ming. Jupa. Jupa 120 ming so'mda. 60 mingdan 120 ming so'm jupa. Hop, eng balandchi. 200 ming, 180 ming. 200 ming, 180 ming jupa. Hop. Radojnilar 200 ming so'm. 200 ming so'mdan radojni, angurkalar 300 ming so'm. Hop, bular 180 ming, 170 ming. 180 ming, 170 ming. Eng oxirgi narximi o'tib beriladimi? Oxirgi narxi. Pepchilarcha? Pepchilar traktörle 500 ming. Qaysi bir mallami? 500 mingdan. 500 ming bular. Malla 800 ming, atlasni o'ylam. Nova Zelandiyacha? 500 ming. Ishlagan ha bular tayyor. Amadinkacha? 150 ming shapkasi. Obdesi 70 ming. Shapkalilar 150 ming, obdesi 70 ming, jupa 35 ming so'mdan. Hop, qumricha, mana nima edi mana? Yo, bu nima edi nomi buni to, hozir ismdan chiqib qoldi. Qumri da, Arabiston qumrisi. Gornitsa deydi, ha, kechirasiz, gornitsa. Hop, nech pul dedi buni? 400 ming, 500 ming. Qarasi, rangiga qarab, 400 ming, 500 ming so'm. Hop, yaponiskicha? Yaponisk 200 ming. 200 ming parasi. Hop. Beydan ichi qilib, o'zi bir xil ish qilgan hammasi. Pulcha pul. 250 mingdan 400 ga. 250 mingdan 400 ming. Bularcha malla. 400 ming mashina. 250 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bo'lganlar. Vayennicha? Endi ham 400 ming so'm parasi. Eng oxirgi narxi. Hop. Bularcha? 1 million 800 ming razeli. Qumricha? Qumri 200 ming so'm parasi. Hop. Karalla 350 ming. 350 ming so'm. Hop, bularcha? Novo'za bu ham 1 million 800 ming pepchilar, boshqasi hammasidan bor. Ha, oddiysichi malla? 100 ming, 110 ming so'm. Nomer ayting endi. 94 559 77 70. Loqaga chiqaverasizlar. Bularda Toshkent Qora Qamishgacha bo'lgan savdolari bor. Shanba kuni Toshkent Qora Qamishga borishadi. Hop. Keyingilarini bilamiz. Bu chekkadan. Kalla hoca aka ne verangiz? Şeyde kalla ku. Bitta bilalik narxini.
Hozir bularning bitta narxlarini bilamiz. Gap polvon narxi bitta bilaylik. Necha pul bu narxi? 1 million. Assalomu alaykum. Barakasini bersin. Bozor qancha berdi bunga? Bozor 900 ming. 900 ming. Bu qanaqasi bu? Tushunmadim. Rangi bu. Rangiga to'q. Tepchini rangiga to'q aka bu. Kul rang bilan ko'k aka. 1 million so'm aka, 900 ming savdosi berilmoqda. Bu ham pepchi. Puli qancha bo'ldi buniki? Bu oqimada 1 million bu ham. Bu ham 1 million so'm. Ha? 1 million. Buncha. Qanaqasi aytadi? Bunisi. Bu Ozg'ana. Ozg'ana. 600 ming. 600 ming jupa. Nova Zelandiya. Nova Zelandiyamiz 650 ming. Oxirgi narxi bozor qancha berdi? 600 ming. Bozor 550. 550 berilmadi. Buncha bu? Ha bu bunisicha? Bu 1 million. 1 million ishlagana bular. Ha. Puli qancha bo'ldi bozor bergani? 800 ming. 800 mingga berilmadi. 800 mingga berilmagan, qo'shilsa beriladigan variantlar bilan oxir narxini aytib ketdi. Buncha bu? Mana 2 million 200 ming. 2 millionga berilmadi. 2 million 200 ming 2 millionga berilmadi. Bu yakka narm modami? Nar. 1 million 100 ming. 1 million 100 millionga berilmadi. Berilmagan variantlar ekadama. Hop, qo'shilsa beriladigan variantlar deymiz. Mana 150 dollar, 100 dollar bo'lishadi. Oxirgi narxi. Internetda Chiqsa chiqilibdi-da. Bu modami bu? Modami? Moda. Ishlaganmi bu? 2,5 million. Hop, pepchicha yo mashagachami sizniki? Mana shu bo'ldi. Bo'ldi, nomer ayting. 90 215 80 90 215 80 86. Aloqaga chiqaverasizlar. Boraveradi yana. Bor, nima bor? Tozasidan ishlaydigandan berasiz, obunachilarga xudo xolasa. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Puli bo'ldi bu. Bo'lmaganmi kirishasi? Yo'q, xudo xolos. Nech puli bo'ldi bu? 110 ming. Hop. Bular nech pul ustoz? 1 million 400 ming. Ishlagan. Ishlagan para 1 million. Ishlagan para aka 1 million 400 ming. Bunisi-chi? 1 million. 1 million. Hop. Ko'pigacha? Ko'piga 150 mingga beradi. 150 ming. Chiroyli narsa aka. Ozg'on narxi aytdilar. Tayyor. Ishlaganmi? Ko'piga? Ishlamagan, tayyor. Tayyor. Uyalisa bo'ldi aka, 150 ming ozg'on aytdilar. Hop, bularchi? 1 million 400 ming, 1 million 300 ming beradi. Bozor qancha berdi? 1 million 100 ming qilishdi. 1 million 100 ga berilmadi. Bu ikkovinichi? 2 million 200 mingga beramiz oxiri. Oxiri. Mashg'ulosimi sizda yo bormi yana? Mana hammaniki bu moda bu. Bu moda ishlaganmi? Ishlagan moda. Ishlab chiqqan. 4ta 5 ta chiqqan partiya. 2 partiya 4ta 5 ta chiqqan ekan. Men nomerini qoldirib qo'yaman. Telefon qilaverasizlar. Nomer ayting. 91 350 11 22. 22. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ko'pigacha ustoz? Ko'piga 350 ming. 350 ming. Ishlaganmi? Ishlagan. 350 ming so'm para. Rahmat charchamani. Ko'piga boshlang'ich puli ko'piga. Dona 80 mingdan. Dona 80 ming so'mdan bir donacha. Tayyor qo'la tayyor ham bor ichi. Dona 80 ming so'mdan ekan. Radojnilarcha malla? 250 Hop, 300 ming so'm parasi, malla 250 ming so'm parasi. Hop, endi keyingilarga o'tadi. Rahmat charchamani. Hop, bu chekkadan bega yoritib o'tamiz. Endi ko'piga bedan tayyor kapashti bilan. Hammasini ko'zda kalsosi bor, tayyorlagan. Nimaga? Charchaman. Yaxshimi? Ko'pchilar.
Voy Ulug' aka keling. Ulug' aka qochvorishlarni. Voy Ulug' aka. Ha kelmaysiz, narxi bilmaymiz u. Kutib turganlar qancha u. Qaldasizlar narxlarni bilib olamiz endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchama. Tinchmisiz? Shu to'laganda ketdi. Mol bozorga chiqdim-da. Nari kanalga mol bozorda ishlab qo'ydim. Pulni ish puli bo'ldi buni. Donasi 100 mingdan. Donasi 100 mingdan. Kami bo'ladi? 90 mingdan. 90 ming eng oxiri. 90 ming so'm. Popugaylacha? Popugay 130 ming. 130 ming so'm. Ishlashga tayyor. Malado yo'q, hammasi tayyor. 130 ming so'm. O'ta qulay narx aytdilar o'g'linglar. Bilasizlar, menda 400 minggacha eng balandi 180 mingdan 130 ming narx aytdilar. Xo'p, bu ham shunaqami? Fishermi? 300 ming. Jup 300 ming Fisher. Xo'p, pepchilacha? Mali 700 ming. Mali 800 ming. Mali 150 dollar. Manoli 700 ming. Manoli ham 700 mingga beramiz endi. 700 ming, 700 ming. Mana 800 ming qolganda 700 mingdan. Ha, mana bitta qimmatroq. Bitta shunisi qimmat ekan xolos. Bucha? 800 ming. Bu faqat jup o'zi bolalargalik chalov. Ha, jupa bular tayyor ekanda dema. Tayyor, jup ekan bular. Hop, popugaycha? Bir xil, narigim bular. Tayyor ekanda dema. Tayyor, tanlab ketaverasizlar. Hop, bucha bu sotildimi? Qancha yo'q, bu befchi bir kishi olib kelib beruvdi, ozgina modasini mazasi qochib qoldi. Modani mazasi qochgan sotilmaydi. Yo'q, sotilmaydi. Yaxshi narsani xalqqa berib, yomonni olib qo'yishdi mana sotmasdan. Hop, bularni chipillab, karella. Karella. Malisi 270 ming, malisi 150 mingdan moda keladi. Ikkovi ham moda 150 mingdan. Bular 270 ming jupa. Bolalarga qarab. Bular bozor shani qancha berdi menga? 250 berishdi. 250 berilmadi, 125 ming. Hop, razalash bilacha? Malisi 2 million. Malisi 2,5 million. Farqi nimada? Rangida xolosmi? Rangida xolos. Bu krasnisi, bu rubini. Rubi. Rangida xolos. 200 qancha? Bu 2 million, bu 2,5 million. 2 millionga 2,5 million. Kami bo'ladi? Yo'q, bo'ladigan. Oxirimi? Va yaxshi ko'rgancha? Bu Aleksandrskiy. Aleksandrskiy 350 dollar. Ishlaganmi? Yo'q, bilan malada. 11 oylik bu. Malada. Bu necha yoshda tuxumga kiradi? 27 da. 27 oyda. Yo'q, 27-yilda. Ha, 26dan o'tkazamiz, 27da bolalar. 3 yilda bolalarda. 3 yilda bolalar kan. 25 bilan 26 ham o'tib 27. Ha, tevadagicha. Bular tayyor. Bular tayyor o'zi. Bu necha oyda bolalar? Bular fevralda bolalar. Sezon o'sha. Sezon o'sha fevral. Fevralda bolalar. Hop, nomerlarni qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Nomer necha? 146, 2 ta 43. 97 146, 2 ta 43. 46, 43, 43. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xohlasa. Endi keyingilardan ko'ramiz. O, shakkada ustoz joylar bor. Bitta ular bilan suhbatlashalik uchun ular qushab chiqibdilar. Ularchi qanaqa qushlardan chiqdi ekan? Popugaymi hammasi bu yerda. Bular o'zi asosan popugay. Boshqa qushja hep chiqmaylar bozorga, chiqadigan popugay. Bularda ham o'ta qulay narx bo'ladi. Hep ketaveradi yo'q. Menga nimaga ish yo'q? Nimaga? Nimaga? Sho'lamanda xizmatni topildi. Turishga bir 10 yil beri shapkadan telefonni ko'raman. Sizlarning nomerlarni oldim-ku. Mana telefon bilan tamam. Shu bilan biznikiga olib bering. Men doimiy aytaman, menda bo'lmasa ustozi bor deyman. Endi nima de? Bor menda muammo yo'q, faqat vaziyatga qarab. Hop, bularning narxi assalomu alaykum. So'rashariz qolgan bir gap bo'ladi. Assalomu. Hop, narxini 150 ming so'm jupa, 75 ming so'mdan. Tanlab olishga berildi buni. Hozir yana o'ttada bitta berildi. Bular qolib kelgan. 91 dan 342 60 69. Ustoz nomerlari endi keyingilarda bichakada xabar olaveramiz. Endi bular 10 jup olaman degan ekanlar hozirgi aka. Men uzoqroq joyda bo'lib qolganim hisobiga xafa bo'lyapti. Akalar xafa bo'lmayman menda. Men bozorga endi bozorga qushab chiqmayman. Men faqat uyimdan sotaman. Eyda bo'lib qoladigan bo'lsam, shuna bo'lib qolganda, endi misol menga bir kun oldin palon mahalga boraman desalar, shu mahalga kelib turiladi o'zi aslida. Shuni hisobiga aytgan vaqtlar kelmaganman. Parasini ish pul bilan? 1 million 300 ming bor. 1 million 300 ming ishlaganmi bu? O'lingan bilinmaydi. 1 million 300 ming. Bozor qancha berdi?
1 million qildi. Bermading, qo'shilsa berilar arkada bor. Bunisi-chi? Buni 500 mingdan donasi. Donasi 500 mingdan. Bozor qancha berdi onaga o'shanda? Hali so'raga yo'q, o'limdan qo'shilsa beriladi. Hop, bular-chi? Sariga 90 mingdan, zangori 110 ming. 90 mingga 110 ming so'mdan. Bozorcha yo'q, eng oxirimi bu ham? Ota sotishdi o'shqa qadar. Sotilgan narxi 90 mingga 110 ming so'm, o ko'plar 110 ming so'm, sariq 90 ming so'm. Gornisa-chi? Ota bilan 300 ming so'm parasi. Para 300 ming, ishlaganmi bilan? Yo'q, ishlamagan ota qadar. Hali jo'ja 300 ming so'm para, hali ishlamabdi ekadayman. Hop, resipchi? Bu ham 300 ming parasi. Para ishlaganmi bu ham? Yo'q, ishlamagan. Hali ishlamagan, yo'q. Hop, amadinkachi bular maladoy ekan-a, ko'pi. Donasi 30 ming, asosan maladoy ekan, modasi ko'p ekan buning ichida. Hop, bularchi aralashlar. 110 ming donasi. Donasi 110 ming so'mdan. Ishlaganmi bular? Yo'q, ishlamagan hali. Jo'ja hali. Lekin chiroyli, rangicha to'liq chiqmasa ham sifat chiroyli ekan. Hop, Pepsi-chi? Bular parasi 850 ming. 850 ming so'm. 900 ming so'm. Buni 900 ming so'm. Bunga nechi pul berdi? Buni har xil qilibdi. 300 ming ham. 700 mingga. Hop, bular-chi? Bular mana krasovlar 450 ming. Aha. Ular 850 ming. Ota parasi. 450 mingga 850 ming so'm. Bularda ko'piga faqat o'lishidan o'sha taklab turishibdi. Hop, nomer ayting. 93 650 81 88. Aloqaga chiqaverasizlar bular. Rahmat, charchaman. Hop. Endi keyingilardan ko'ramiz, qo'ldan kelganicha bitchakkadan. Bu yerda tayyor kattasi bor ekan bular. Ishlaganmi bular? Pulini ichib pul. 6 million. 6 million ekan, tayyor ishlagan ekan. Moda. Bozor qancha berdi bunga? 4 million 400 mingga berilmagan ekan. Lekin sifati yaxshi moda ekan. Nari qaysi buni? Nari yo'qmi? Uchib ketmaganmi ish qilib? O'lib qolgan ekan. 4 million 400 mingga berilmabdi ekan. Xo'p. Buni ichib pul parasi. Parasi 2,5 million. 2,5 million so'm. Ishlagan-a bu ham? Ishlagan ekan. Parasi 2,5 million so'm ekan. Bozor qancha berdi bunga? 1 million 700 ming. Nomeringizni ayting, ehtiyoj sotilmasa qiziqqanlarga. 93 491 1426. Aloqaga chiqaverasizlar ehtiyoj. Ishlagan garantiyali dedilar, nar o'lib qolgan, moda qolgan ekan. Ikkovi ham moda bular. 4 million 400 ming so'm savdosi. Rahmat, charchaman. Endi keyingilardan ko'ramiz. Bismillah bo'pti bular. Jupa 120 ming so'm deyishyapti. Bog'dagilar olib sotarmas, faqat qo'lda dehqon akalarimiz o'zi 120 ming so'm parasi. Rahmat, charchaman. Endi bog'da angorkalar ko'ramiz. Bularda doimiy holatda angorka bo'ladi. Chiroyli, sifatli. O'zi narxlarni bitchakadan bilamiz. Oq ham chiroyli ekan. Oq qarang, o'ta go'zal ekan. Bitta bilamiz narxlarni. Boshqa narxlarni chiqib narxlarni chiqib narxlar. Assalomu alaykum. Charchab turibsizmi? Narxlar qanchadan bo'ldi bular? 150 mingdan o'tdi angorkalar. Angorkalar 350 ming so'mdan. Ishlaydi, xudo xolasa hammasi. Ishlaydi. Bozor qanchadan bermadingiz? 300 ming, 330 ming sotildi. 330 minggacha sotildi. Telefon qilishdimi, nomer qo'yibdingiz har safar. Yaxshimi, savdo bo'lib turibdimi? Boydan ham savdo qilib turibmiz. Savdosi bo'lsin. Onlayn o'tishkara o'zi asli bozordan ko'ra. Bu ikkili vaqt o'tkazganda 3-4 so'm arzonroq o'ydan beraveramiz. Xo'p, aka bular urug' o'tadan ishonarli, ha? Ha, bolalar turganlar ham bor. Xo'p, urug' o'tmasa, ishlamasa, albatta balter qilinaveradi o'zingizga olgan o'zingizga. Bo'ldi, nomer ayting. 93 408 1281. Xo'p, o'zlaridan olasizlar qushni. Agar mana shu qushlar bola bermasa, yana qaytarib o'zlariga berasizlar, bola beradigan almashtirib beradilar. Kelishib qo'ydik. Rahmat, charchaman. Hop, endi keyingilardan sekin bichakadan bilib boraveramiz. Bozorimiz o'sha haqiqiy qo'lidagi dehqonchilik, dehqonlar o'zida. Mana ham misol shularning o'zida, dehqonlar o'zida. Pulini chiplaganmi? Jupa 120 ming. Oxirgi narxi. Bular mash qapasi o'zida ko'payganmi yo boshqadami? Yo'q, bu katta qapasi ko'paygan. Kattada ko'paygan. Bunda ko'paymaydi, bu yaxshi ko'paydi. Ish bilan qildi bozor. Hammasiga 30 mingdan.
50 mingdan. 50 mingdan Ozdonda o'zi tayyor ekan-ku bular. Dehqon akalarning o'ziniki ekan, 50 mingdan Ozdon lekin chiroyli narsalar ekan. Tayyor ishlab turgan narsalar ekan. Sifati ham a'lo darajada ekan. Nima deysizlar? Nomer qoldirib ketaymi? Sifat zo'r, mana-ku malado yosh ekan bular. Lekin malla yaxshi narsa ekan. To'xtam 50 mingdan berishmabdi, 60 ming so'mdan berishar ekan. Nomerni ayting, qiziqqanlarga ehtiyoj. 50 870 267. Aloqaga chiqaverasizlar. Ehtiyoj. Endi sekin dehqonlarning ishidan ko'raveramiz. YouTube, Instagram, TikTok hammamiz. Qudrat qushcha. Chekada endi ko'raveramiz. Keyingilarini. Hop. Qushlarga kerakli narsalar. Bu yerda o'sha hammasidan yetarlidan ortiqcha bo'ladi. Hop, endi haqiqiy shu vitaminlar mana. Mana shunday ilib qo'yinglar, bo'lsa 2000 so'mlik narsa. Bo'lsa 2000 so'm. Olinglar mana shuni. Ilinglar, tumshuq ham o'sib ketavermaydi. Tishlaganda tumshug'i kesish hojat bo'lmaydi shu anda. Mana ovqatlar yetarlicha hammasidan bor. Bitta malla toza ovqat bo'ladi bu yerdagilar shu asosan. Malla rangini chiroyli qilishga. Qolgani yaxshi hammasi. Keyingilardan ko'ramiz. Xo'p. Endi bu chekada qolganlarini ko'rsataveramiz. Dehqonlarning o'zida. Nechpili bo'ldi bu? 80 mingdan. Tayyor modaga. Nar, hammasi nar ekan-a? Hammasi nar ekan, 80 ming so'mdan ekan. Xo'p. Hammadan qanish bilagan o'ga? Shapka ham bor ekan-a? Shapkalar 60 ming, oddiylari 35 ming. 35 ming tayyor-a bular? 60 mingga 35 ming so'm. Yapon 150 mana 10 chekkada qanaqa ikkita? Listoylar 400 mingdan, Malabarskiy 300 ming. 300 mingga 400 ming. Bular 300 ming so'mdan ekan, yaponskilar. Rahmat charchaman. Hop. Nechpili bo'ldi bu? Radojni. Miramirlik 200 so'm sotiladiganmi? Radojnilar bo'lsa 250 aka bu. 250 ming so'm radojni, mana miramirlik 200 ming so'm ekan. Radojni chiroyli narsa ekan. Rahmat charchaman. Hop, endi sekin videoni yakunlaymiz. Mana asosan dehqonlarni o'zidan ham ko'rib chiqib bo'ldik. Bag'i endi Qanaraka bozorini addani bitta video qilamiz, xudo xolasa. Obuna bo'lishingizdan chiqasiz mana. Va babichka bor ekan, ochkina ko'rib qo'yib. Nechpil babichka bu? 100 ming donasi. Donasi 100 mingdan ishlaganmi bular? Malado. 100 ming so'mdan ekan donasi babichkalar. Malado ekan. Bozor qanchadan bermadingiz? Ha, sotganingiz 100 ming bo'ldi. Sotilgan 100 ming so'm bo'ldi. Mana qanaqa paroda? Qanaqa? Pula qanchadan turadim doim? Nechpil bo'ldi bu pula? 500 ming so'm ekan. Mushuk pula qanchadan turadi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lishingizdan chiqazman.